Kichik va o'rta biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlash, ular faoliyatida yuzaga kelayotgan muammolarni o'z vaqtida aniqlash va samarali yechim topish maqsadida Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasi tomonidan joylarda tadbirkorlar bilan ochiq muloqotlar tashkil etilmoqda. Navbatdagi shunday uchrashuv Denov tumanida bo'lib o'tdi. Hozir shu haqida. Mamlakatimizda tadbirkorlik subyektlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularga zarur shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan e'tibor natijasida tadbirkorlar soni kun sayin ortib bormoqda. Viloyatning Denov tumanida tashkil etilgan navbatdagi uchrashuvda soliq qonunchiligiga oid o'zgarishlar haqida xususiy sektor vakillarini qo'llab-quvvatlash va faoliyatlarini kengaytirishga ko'maklashish maqsadida taqdim etilayotgan soliq imtiyozlari to'g'risida atroflicha ma'lumotlar berildi. Ta'kidlash joizki, 2024-yilda Denov tumanida faoliyat yuritib kelayotgan 2688 ta korxona 98 milliard 790 million so'mlik soliq imtiyozlaridan foydalangan bo'lsa, joriy yilning birinchi choragida 1789 ta xo'jalik yurituvchi subyekt 25 milliard 384 million so'mlik soliq imtiyozlaridan foydalandi. Shuningdek, uchrashuvda joriy yilning o'tgan davri mobaynida Denov tumanida 14183 nafar fuqaro o'zini o'zi band qilib, jami o'zini o'zi band qilganlar soni 56570 nafarga yetganligi, 2025-yilning yanvar-aprel oylari mobaynida 38 nafar o'zini o'zi band qilgan shaxs o'z faoliyatini yiriklashtirib, tadbirkorlik subyekti sifatida davlat ro'yxatidan o'tganligi ta'kidlandi. Bevosita muloqotda tadbirkorlarning soliq hisobotlarini topshirish, qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarish, noturar obyektlarga soliq hisoblash kabi murojaatlari tinglanib, ijobiy hal etish choralari ko'rildi. Muloqotlardan biz juda katta foyda oldik deb hisoblayman, chunki bergan savollarimizga javoblar berishdi. Taklif kiritdim. Taklifimda asosan kameral tekshiruvga aloqador edi. 2024-yilda kameral tekshiruvlar to'liq bo'lib o'tganligi sababli 2023 yoki 2022-yildagi kameral tekshiruvlar bizlarga kelmasligi taklif qilib, ular buni ko'rib chiqishni, takliflarni ijobiy javob berishlariga va'da berishdi. Tadbir davomida ishtirokchilarni qiziqtirgan barcha savollarga mutaxassislar tomonidan batafsil javoblar berildi. Muqaddas Panjiyeva, Ilyos Rahmatov, Tafsilot informatsion dasturi uchun.